bitta narsaga kelishib olishimiz kerak. Sityovoy marketing odamlar 5 million, 10 million topish uchun kelmaslik kerak. Tushunyapsizmi? Ko'pchiligi xatosi 5 million topsam, 10 million topsam, 20 million topsam, men do'ppimni osmonga otardim, mazza qilib yashagan bo'lardim degan maqsadda keladi. O'rtoqlar, 5, 10, 20 uchun sizlardan iltimos sityovoy marketing qilmaylik. Sityovoy marketing minimum 5 ming dollardan boshlab bir necha 20 ming, 30, 40, 50 ming dollarlar uchun, balkim 100 ming dollarlab pullaringizni ishlash uchun qiling. Bitta narsa sizlar aytishinglar mumkin, bu ayol qo'rqitib yuboryapti deyishinglar mumkin. Qo'rqmaylik o'rtoqlar. Inson haqiqatda hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsa, katta summalarga nima qilishimiz kerak? Biz ongimizni tayyor qilishimiz kerak. Agar siz bitta narsaki kichkina mishleniya bilan hech qachon katta natijaga erisha olmaysiz. Shuning uchun men prosta aytib qo'ymoqchiman. Bu albatta sizning huquqingiz.